So'nggi vaqtlarda huquqni muhofaza qilish organlari hamda O'zbekiston Respublikasining Saudiya Arabistonidagi bosh konsulligiga haj va umra safarlarini tashkil etib berish bilan aldab, yurtdoshlarimizning mablag'larini o'zlashtirish bilan bog'liq ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Saudiya Arabistonida sharoitsiz holatda qolib ketgan, mehmonxonasiz, aviachiptasiz, turli qiyinchiliklarga uchrab kelayotgan ziyoratchilar haqida xabarlar tarqalmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan mazkur holatlar o'rganilib, 2025-yilning 3 oyi davomida turistik kompaniya niqobi ostida faoliyat yuritib, hech qanday litsenziyasiz umra safarlarini tashkil etish ortidan 34 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 46 nafar shaxslar jinoiy javobgarlikka tortildi. 53 ta turistik xizmat ko'rsatuvchi subyektlar faoliyati to'xtatildi. O'zbekiston Respublikasidan ziyorat maqsadida Saudiya Arabistoniga ketib, tadbirkorlarning noqonuniy xatti-harakatlari oqibatida og'ir ahvolda qolib ketgan jami 580 nafar fuqarolar Prezidentimizning topshiriqlari asosida 2025-yil 22-aprel kuni tashkil etilgan charter reyslar orqali O'zbekistonga olib kelinib, ularga dastlabki malakali tibbiy xizmat va huquqiy yordam ko'rsatildi. Noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan firmalar orqali muborak safarlarga borishgan, umra ziyoratiga borishganda, ana o'sha firmalar o'zini zimmasidagi vazifasini to'laqonli bajarmaganligi sababidan ko'p fuqarolarimiz sarson sargardon bo'lib, o'sha joylarda aytaylik necha kunlab qolib ketishdi. Och qolishdi, yotoqsiz qolishdi. Mana ming rahmat davlatimizgaki, shu fuqarolarimizni qaytarib olib keldilar bugun. Ziyoratchilar ko'rgan kechirganlar haqida so'zlab berisharkan, bugun firibgarlarning har qanday qabih rejadan ham tab tortmayotganliklarini anglash mumkin. Ular hatto muqaddas ziyoratga otlanganlarning orzu-umidlari va amallarini ham shunchaki mo'may pul topish manbaiga aylantirib olishgan. Borgandan keyin boshlandi-da muammolar. O'zi aeroportdan boshlangandi muammo. Viza bo'lmay, zadircha bo'lib qoldi. Keyin bu yoqda ham 6 soat turdik. Viza chiqmay. Keyin avtobus kutib turdik. 50 boshi degan hech narsa yo'q. Shu kuni bir sarson sakson bir uy nimaga tiqdilar hammamiz xonaga. Xonaga tiqilib yotdik. Ertasi kuni joy qilib berishdi. Lekin bizlarga 50 boshi bo'lmadi. Madinaga olib borishmadi bizlarni. Makkaga kelib edi, 3 kun ko'chada o'tirib yashib, bitta mehmonxonada 1 soat o'tirdik. Yana bitta mehmonxonada 1 soatdan shunaqa qilib pulga ham ovqat olib yedik. Qiynalib, ancha qiynaldik. Jabrlanganlar haqida to'liq ma'lumotlarni olish hamda uzoq safardan qaytayotgan ziyoratchilarni ortiqcha ovoragarchilikdan xalos etish maqsadida Toshkent xalqaro aeroportining o'zida ishchi guruh tashkil etilib, ularning huquq va manfaatlarini to'liq ta'minlash choralari ko'rildi. Joylarga borganda bu qiyinchilik, mashaqqatni noto'g'ri yo'l bilan borish albatta shu yo'lga olib kelishini tushuntirib qo'yishinglar sizlardan zarur-da, savob ham bo'ladi. Aldanganlar siz kabi mana hozir 3-samolyot kelyapti. Hali ham davlatimiz rahbariga ming rahmat. O'sha joyda O'zbekiston fuqarolari qolib ketmasin. Ziyoratchilarimiz qolib ketmasin, sarson bo'lmasin ularni. Alohida mana sizlarga samolyot jo'natib olib keldilar. Yurtimizda diniy amallarni bajarish uchun yaratilgan sharoitlar, dunyoning istalgan mamlakatiga sayohat qilish, muqaddas qadamjolar ziyorati uchun mavjud sharoitlardan o'z maqsadi yo'lida foydalanayotganlar afsuski boshqa mamlakatlarda ham vatanimiz sha'niga dog' tushirishmoqda. Hurmatli prezidentimiz ham shunchalik bizni orqamizdan yo'qlab, samolyotlar yo'qlab jo'natiblar. Katta rahmat ularga. Ming rahmat, shunchalik bizni qariyalar e'tiborga olganlari uchun. Qiynamaganlar uchun qolib ketganimiz yo'q. Juda ham katta rahmat yurtboshimizga. Juda chiroyli sharoitlar qilib beribdi bizga. Prezidentimizga katta rahmat. Mana shu sayohatlari bilan biz ham birga o'shalar qatorida keldik. Firibgarlik holatlaridan yurtdoshlarimizni ogohlantirish maqsadida yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan taqdim etilgan umra ziyoratlarini amalga oshirish uchun maxsus litsenziyaga ega bo'lgan sayyohlik tashkilotlari xizmatidan foydalaning. Turli qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning nayrangiga uchib, pulingizga kuyib, salomatligingizga salbiy ta'sir qiluvchi holatlarga tushib qolmang. Ogoh bo'ling.